Qazilar, jitilar, qazilar. Da, kompot, hech narsa qolmagan. Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men kompot. Do'stlar, bugun biz butun qishloq bilan shaxtaga qazishga tushdik. Sababi bizda temir ham, oltin ham, olmos ham, zumradlar ham, xullas hech narsa qolmabdi. Shuning uchun biz hammamiz butun qishloqlar bilan qazishga tushdik-da, lekin hech narsa topmadik. Hech narsa chiqmayapti-ku axirda, da. Men ham dajishlar topmadim, faqat toshlar, boshqa narsa yo'q. Loyni qazmasdan tosh qazsang chiqadi. O'zingni bil, nuda to'g'ri tasla. Mana men hech narsa topganim yo'q, hali qaziymiz. Rangli izumrud. Ko'zing ortala. Shukr, men fakir qo'yamiz. Do'stim, bu rangli izumrud jitil bu yoqqa keldi. Kompot nima topding? Jitillar anu rangli izumrud topdim, kamalakli izumrud. Rostanda qasm ekan. Shunday deymi, bizning omatimiz keldi. Bilasizmi, bu qancha turadi bu? Bu qancha turishini bilasizmi? Buni tengligi 50 stak olmos turadi. Bolalar, biza bittada omadimiz keldi. Bittada topdik. Rostanda qasm ekan. Hammalar bilan bo'lishasanmi biz bilan? Da, bo'lishaman, faqat birinchi topdim, shuning uchun ko'proq o'zim olaman. Lekin bu to'g'ri. Bu haqqoniy bo'ladi, lekin men tekshirib ko'ray haqiqiy ekan. Tekshirib ko'rchiman. Tak, ekspertiza qilamiz. Haqiqiy ekan, hozir uyimga borib tekshiraman. Haqiqiymi? Uyimga borib tekshiraman. Hozir kelaman. Hozir. Qayoqqa ketib qoldi jiddilar? Uxlatib ketdi bizni menimcha. Ketdi kunning orqasidan yurgirlar. Davay, bu aldab ketdi bu. Hozir kelaman. Uxlatib ketdi jiddilar, uni quvish kerak tez. Uxlatib ketdi, aytdim sizlarga. Ushlash kerak uni, zo'rg'a topdik o'zi. Da, davayt edi, yuringlar, ketdik. Yuringlar. Lekin jigardan jitir unaqa emas edi. Shu oldimizda burnimiz tagandan qazib olib ketib qoldi aldab. Da, ketdik unda. Ko'zini tagidan, burnini tagidan qasib ketdim. Men endi boyman. Mana bularni olib tashlaymiz, ular chiqolmaslik uchun toshlar bilan. Men boyman endi. Men boyman. La. Ular halber chiqishmaydi, chunki men yopib tashladim. Lekin baribir nimadir qilib qayergadir yashirib qo'yish kerak yoki himoya qilib qo'yish kerak. Mening chiroyli kamalakli izimrudim seni shu yerga osib qo'yaman. Voy go'zalligini chetda turaversa mumkin. Yo'q, ular kelib qolsa olib qo'yish mumkin. Shuning uchun men bu yerni yaxshilab himoya qilib qo'yaman. Va uyga kirisha olmaydi ham. O'yla, davay. Ular och. Jitil bu yerni olib tashlabdi. Jitillar. Nima qilamiz endi? Bu yerni ochish narsa emas. Easy peasy hozir olib tashlayman. Lekin bitta kamalakli izimrud uchun shuncha odam shaxtara tashlab ketish yaxshi emas. Yolg'on gapirib ochaman va men chopdim. Chop kompot. Da. Nima bo'ldi? Bu himoya qilgan bo'ldi. Nima himoya qilyapti? Shunga o'xshabdi, qaranglar. Boshqa obsidian qo'yibdi. Jitil, eshigingni och, bizmas. Eshigingni och, Jitil. Yo'q, ochmayman, ketaveringlar. Nimaga bizni alda olib ketib qoldingiz, izimrud, uni sen topganing yo'q. Biz bo'lishamiz dek axir. Yo'q. O'zingizlarga boshqa topib olinglar. Och eshikni deyapmiz senga. Yo'q, politsiya chaqiramiz bo'lmasam. Yo'q, men ishim yo'q. O'zingizlarga boshqa izimrud topib olinglar. Dovdirmasan, u 0.000 dan ham kam. Juda ham qiyin izimrud topish. Bir marta omadimiz kelib qoldi. Menga farqi yo'q. Farqi yo'qmi hali senga? Qarachi jitillar nimadir qilib uni uyga kirish kerak, lekin himoya qilibdi. Men o'ylab qo'ygandim, bu yerni tagidan kirsa bo'ladi. Bu yerni tagiga obsidian qilib qo'yibdi. Bolalar qanday kiramiz? Eng qiziq, men xayolim kelmayapti-da. Bilmadim endi. Shu mana bilmayapman-da. Qayerda nima qilsa bo'ladi? Bu yerlar ham yopiq, hamma yopiq. Bolalar, biz xullas kamalakli izimrud topib oldik. O'shani jitil o'g'irlab ketdi ko'zimiz tagidan va bizga bermayapti. Bo'lishamiz deb aytdim, o'zim to'g'ri men topdim, bo'lishamiz deb. Xullas g'irt izimrud ko'rsa tom ketib qolgan jitil ekan. Bolalar, u izimrud juda qimmat. Izimrud shuning uchun qayerdan kirsa bo'ladi? Tomdan, balki tomga himoya qilib qo'ygan u menimcha aniq 100 talik. O'ylash kerak. Mana bu nima? Bu nima bu? Jitillar nima bu? Men o'sha kuni jitil dushimni to'g'rog'i dushimni kanalizatsiyasini qilib berdi. Men qilib bergandim. Rishotkalar o'rnatib berdim kanalizatsiyasiga. Ortiqcha chiqindilar chiqmasligi uchun. Zo'rku.
o'sha yerdan kirsam bo'ladi-ku unda. U yerga sig'maysan-ku sen. Da qo'lim ham sig'maydi, izmurdan sig'maydi, o'zim ham sig'mayman. Lekin men kichiraysam bo'ladi-ku, bolalar kichirayib turib kirsam bo'ladi. Bizda kichiraygan konfetlar yo'q-ku. Kimda bor unda? Oxirgi marta merda ko'rgandim, lekin mer g'irt qizg'onchiq-ku. Merga vaziyatni tushuntiramiz va bizga mer xudo xohlasa beradi o'sha konfetlarni va unga ham bo'lishamiz pul izumrudni. Shu orqali faqat kirsak bo'ladi. Unda Lesko merning yoniga boramizmi? Davay ketdik unda, merdan so'rab olamiz. Merga bo'lishamiz, desak beradi, u ham yaxshi ko'radi. Axir chet elku u ham. Shunaqa kamalakli izumrudni. Davay ketdik unda. Vaziyatni tushundim. Mana senlarga unda konfetlar va kerakli narsalarni beraman. Vaziyatni tushunganingiz uchun kattaga rahmat mer. Rahmat addushi. Xo'p, mana senga bular zo'r-ku-da. Seni bu yerda tiqilib qolmasliging uchun senga lopatkacha ham beraman. Bu lopatkacha orqali mini piksel bloklarni sindira olasan va men senga kichkina piksel bloklardan ham beray. Rahmat addushi mer. Sizlarni shu yerda kutib turaman. Izmurtlar, qaytinglar. Mayli, xayr. Menga izmurt kerak. Mayli, xullas. Ketinglar, skojitlar, ishni boshlaymiz. Davay ketdik. Xo'p, ishni boshlaymiz unda. Xo'p, jitlar, qarachi, bu yerni kichirayamiz. Xo'p, qani ketdik. Men kichiraydim rostdan qo'yinglar. Kapot kichirayning, kir, boshla. Sig'mayapman-ku. Sig'mayapman. Mer senga juda ham kattaroq pikselli konfet berganmi deyman. 1.8 o'lchamli ekan. Menga 1.16 kerak-ku. Nima qilsam bo'ladi? G'irishayotgan olib tashlaman. O'zim qanday qotirgan bo'lsam, shundoq endi so'rib tashlayman. Qani meni instrumentim chetroqqa tur, men seni ezib qo'yishim mumkin. Qani yechamiz. Birinchi bolt, ikkinchi bolt, uchinchi bolt, to'rtinchi bolt va buni olib tashlaymiz. Молодец. Let's go. Rahmat adoshi jitel. Men endi ichkariga kiraman. Kompot, lekin esingdan chiqmasin. Ichkarida ham bitirishga bor, lekin men uni boltdan qilmagan uchun qotirmaganman. Uni men buni o'zing ocha olasan degan umiddaman. Bo'ldi, o'zim uni yech olaman. Bo'ldi, senga omad. Oq yo'l tilayman. Rahmat adoshi tak. O'shadik, ana o'sha rishotga. Men sekin tepaga bu piksel blokchalar bilan tepaga asta-sekin chiqib olaman. Meni sezib qolish kerak emas, jitel ko'rishim kerak emas, chunki menga mersal sal kattaroqlagan konfet beribdi. Kichiratirgan, lekin sal kattaroqman, ko'zimga ko'rinadi. Xo'p, itaramiz. Sekin. Endi men boyman, yaxshi bo'ldi, lekin o'ylab ketyapman, qo'rqib ketyapman. Jitlar kirsachi, olsachi, nima qilsam bo'ladi? O'yla, nima qilsam bo'ladi? Yo'q, o'zingni bos. Ular kirsha olmaydi ular. Buni qarab, men qarayotganda sekin yugurib ketishim kerak. Xo'p, astalik bilan o'zingni bos, lekin men boyman. Tak bir 2-3 sandiq. Ko'rmadi. O'zing bos, choy cho'loqlaman tinchgina yaxshisi. Xo'sh, bo'ldi. Endi sekin teskari qarayotganda pechkani orqasiga o'tib olishim kerak. Xo'p, u tezroq nariga qarab, tezroq. Yaxshi, sandiq ochna bo'ldi. Tezroq yugurib bunday kichkina yaxshilar bilan qancha yetib olaman? Xo'p, yetib oldim, bo'ldi. O'sha qandaydir kichkina tarakan ko'rindimi? Kichkina tarakanmi? Qanaqa tarakan? Ko'zimga ko'rindi, men biroz charchaganman, asabiylashyapman. Kofe icha olaman yaxshisi. Cho'naqa tarakan yo'q bu yerda, men jinni tarakanmish. Sekin silklanib tepaga chiqamiz. Xo'p. Kerakli balandlikka chiqib olsam bo'ldi. Xo'p. Hoppa. Chim yo'q, izimurd turibdi. Sekin qaramayotganda sekin izimurd olamiz. Izimurdni olish kerak. Namuncha bu og'ir, juda ham og'ir-ku. Ololmayapman. Jitolar nima qilyapti bu yerda? Bir qo'masdan nari bo'lib qolsa tabdan chiqadi. Oldim. Og'irligini buni ekranimning yarmidan ko'pini to'syapti-ku. Bu qanday yoqib yetib olaman? Og'irligini qara buni. Sekin astalik bilan kiratga tushamiz. Bu yerdan sakrarsam o'lib qolishim mumkin. Sekin astalik bilan teskari qarorga kiratga tushib olamiz. Sekin. Oyog'im sekin. Sekin qarayotgan bu yoqqa tushamiz. Qanday tez yugur bo'ldi. O'g'irladim, xudoga shukr.
Voy, mana bu piksellardan o'tmayapti, sig'mayapti. Значит, biz bu yerni hozir yorishimiz kerak. Tezroq kattalashtiramiz, teshikni kattalashtiramiz. Kattalash, bul. Siz qolmasin. Men o'zim o'rtam qani? Kamalakli o'zim o'rtam qani? Uy chiqib ketish kerak bo'ldi. Kamalakli o'zim o'rtam qani? Tush. Bu yerda endi sig'mayapti. Kamalakli o'zim o'rtam qani? Do'stlar, jitlar, men shu yerdaman. Kompotdan ovoz chiqyapti, bolalar. Dada, hozir chiqyapman. Meni kamalakli o'zim o'rtam qani? Voy, uni baqiryapti bolalar. Tezroq kovlash kerak. Ko'la. Bo'ldi, yetarlicha ochdim. Endi izimni top chiqaman. Xo'p, bo'ldi, yetarlicha ochib oldim. Xo'p, kamalakli o'zim o'rtamni topinglar, kim omarda? Olib chiqaman. Jitelar chiqdim. Kompot chiqdi. Hop, kattalashamiz. Boplarning o'zi jitil baqiryapti. Ovozini eshitgandan bilganim o'zi o'qilaganim. Dada, mana bizning o'sha legendarniy kamalakli o'rtamiz. Endi men yoniga boraylik, men ham bo'lishaylik, narsalarni qaytib beraylik. O'zi ham bopladimi? Boplaringiz ham bunaqa jitilni qamatib olish kerak, vobshem. Uni keyin u bilan shug'ullanamiz. Короче, bopladiganlarga yomonda kulgim kelyapti. Mayli, men hozir bu narsalarga xayrlashib olay, xo'p. Bo'pti, tezroq xayrlashib ol, keyin pullarni teng bo'lamiz. Amerikaga ham borib berishimiz kerak. Bo'pti, xo'p, hozir. Lekin xullas, короче, hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan men kompot bo'ldim do'stlar. Bugun bizni kamalakli o'rtamizda jitil omardi va biz kichrayib uni uyga kirib o'zimizni qaytarib oldik. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan kompot bo'ldi.